Assalomu alaykum. Humoyun Usta Uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa mana o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Yana bir fayzli xonadonga navbatdagi zakaz bo'yicha tayyorlangan darvozani olib kelib chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Albatta akalarimiz bizni YouTube'da kanalimizni ko'rishib, kanalimizni muntazam ravishda kuzatishib, o'zlariga yoqqan darvozalar katalogimizdan tanlashib zakaz qilishganda, xudo xohlasa mana joylariga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Hurmatli yurtdoshlar, bu darvozamiz Andijon viloyati Andijon tumaniga olib kelib o'rnashtirib berdik. Mana shu Andijon tumani Zelenniy mosni oldidagi mahallaga olib kelib o'rnashtirib berdik. Albatta videoni oxirigacha ko'rsalaring, darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamiz qanaqangi materiallarda yasaldi, qanaqangi kraskalar sepildi, darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz razmeridan boshlasak, ma'lumotini eniga darvozamiz 395 razmerda bo'ldi. Darvozamizni bo'yi xonadon egalari shu 3,5 metr qilib bering bo'ladi deydi. Bo'yi 3,5 metr variantda bo'ldi. Endi asosiy mana stoykalari 10 gollik, juda ham baquvvat holatda chiqqan. Uchlik stenali profildan foydalanganmiz stoyka qismiga va tag qismiga, avtomobil kirib chiqadigan qismiga 10lik shviller qo'yib berilgan. Endi hurmatli yurtdoshlar, darvoza baquvvat turishida bir katta ahamiyatga ega narsa mana ichi yutashi mana shu qovurg'a profillari. 6 ga 4lik razmerda 1,7lik stenali qalin qora profillardan foydalangan. Va polni mana profil bilan mana shu listi burchagiga vibralarni qo'yib, yanada bir darvoza chiroyli va baquvvat chiqishini hisobini olgan holda vibralarni qo'yib, juda ham chiroyli holatda qilib darvozani ishlab berganmiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu darvozamizning listi 2lik lista bo'lgan. Kraskasiga to'xtalib o'tsak, albatta quyosh nuriga chidamli 100% gruntovkalar sepilgan holda, yaxshi sifatli devo kraskalardan foydalanganmiz va ustiga matviy lak sepib, darvozamizni matviy holatda qilib o'rnatganmiz. Va tepa qismi aziz yurtdoshlar shu lazerli holatda bo'ldi, albatta havo aylanishini hisobiga juda ham chiroyli holatda qilib lazerda gul o'ydirib qo'yib berilgan. Va mana zamoklariga e'tibor berib o'tamiz. Zamoklari ham hozirgi kunda yaxshi xizmat qilayotgan turgan Zuber zamoklardan qo'yib, albatta rezinkalarigacha qo'yib, chiroyli qilib ishlab berganmiz va xonadon egalarining iltimosiga binoan mana o'rta delalariga kofka gullarini qo'yib, endi har bir klientimiz o'zi bir xohish istaklarini bildirishadi va o'zlari ma'qul kelgan narsani buyurishib, albatta xonadonlariga o'rnatishni niyat qilishadi. Va aytganlaridek qilib darvozalarni o'rnatib berdik. Hurmatli yurtdoshlar, shunaqangi sifatli temir darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana shu ekran ostida shaxsan o'zimning nomerimni qoldirib o'tamiz. Bemalol birinchi qo'ldan arzon va sifatli temir mahsulotlardan darvoza zakaz qilib xonadonlaringga o'rnatishlaring mumkin. Bizning manzil aziz yurtdoshlar Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. YouTube ijtimoiy tarmog'iga kirib aziz yurtdoshlar Humoyun Usta Uz deb yozsalaring bizning kanalimiz kelib chiqadi. Mana shu xonadonga o'rnatgan darvozamizga o'xshab juda ko'p viloyatlarimizga, tumanlarga olib borib, zakaz bo'yicha darvozalarimizni imkon boricha chiroyli qilib olib o'rnatib kelyapmiz. Va har bir o'rnatgan darvozamizni qo'limizdan kelganicha chiroyli qilib, o'zimiz shu boricha ishimizni video rolik qilib, mana shu darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan yurtdoshlarimiz birinchi qo'ldan arzon va sifatli qilib darvoza buyurishsin deb o'zimiz kanalimizga shu 3 minut 4 minutlik video qilib joylab boryapmiz va u videolarimizda albatta har bir o'rnatgan darvozamizni qanaqangi materiallarda, qanaqangi narxda o'rnagani bo'yicha ma'lumotini berib joylab boramiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, kanalimizdagi videolarni bir qator kuzatib chiqib, ko'zdan kechirib va o'zlaring qanaqangi darvoza qo'ydirish kerak, albatta bir qarorga kelib bizga aloqaga chiqib bemalol zakaz berishlaring mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, ishlarimiz yoqqan bo'lsa, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, albatta sizlardan iltimos har bir layklaring, podpiskalaring bizning kanalimiz rivojiga, mana shu mehnatimizni qadrlab, shu chiroyli olgan videomiz kengroq tarqalishiga juda bir katta hissalaringni qo'shgan bo'lasizlar. Va albatta o'zlaringni qiziqtirgan savollarni
kommentariyada bir izohda qoldirib yozib o'tishlaring mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.